Murodjon aka, 1,5 oy oldin ikkinchi remont loyihamizga kelgandim. O'zgarishlar juda ham katta. Nimalar qilindi? Obunachilarimizga bitta tushuntirib bering. 1,5 oy ichida devorlar rutbunlab padmayak tekizlandi. Patologlar ishlari yakunlanib, otopleniyani chala ishlari bor edi, ularni ham tugatib, kotellarni montaj qilib qo'ydik. Zo'r. Issiqpol ham qilinibdi. Qaysi xonalarda issiqpol bor? Albatta, oshxona, hol va ikkita sanuzelda issiq, ya'ni teplik pol qilindi. Qolgan xonalarimiz demak radiator. Qolganlar radiator, panel isitgichlardan foydalandik. Zo'r. Patologlarimiz bo'yicha gipsokarton ishlari qilinishi kerak edi. Hamma xonalardagi ham bitibdi ko'rdik. Aha, shunaqa. Issiqpol qilingan joylarga kafel qilibsizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Ikkala sanuzelda ham kafel ishlari to'lig'igacha yakunlanibdi. Xuddi shunaqa. O'sha yerda bitta narsa ko'rdim. Qo'shnilarni himoya qilish uchun bitta ish qilibsizlar. Uni bitta to'liq gapirib bermasangiz bo'ladi. Ha, u sanuzelda trap o'rtaga qo'ydik. Favqulodda vaziyatda suv mabodo birorta joydan chiqib ketadigan bo'lsa, qarovsiz qolib, qo'shnilarga ziyon yetmasligini oldini olish uchun o'rtaga qo'yib ketdik. Zo'r. Ana tepadagi nimani trubalari? Bu konditsionerimiz shlangi, ya'ni kompressordan fengacha bo'lgan masofani devorning ichida qoldirib montaj qilib ketdik. Zo'r. Demak, loyihamiz bo'yicha belgilangan joylari bor edi. Keyinchalik fasad, ya'ni devorimizni buzmaslik uchun oldindan gipsokartonlarni ichiga tiqib, qayerga joylashtirish kerak bo'lsa, joylashtirib ketibsizlar. Zo'r chiqibdi. Remont biz ko'ngildagimizga ketyapti. Muammo bo'lyaptimi desalar ham bo'lyapti. Asosan material tanlashda, nimalarni o'zgartirishda bo'lyapti xolos. Qolgan joylarda menimcha muammo yo'q. Yo'q, xudo xolasa yaxshi. Zo'r. Bizni kuzatib boringlar. Videoga like bosing.